Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 16-darsimiz. Bugun o'tadigan metodimiz concat metodi. Concat metodi. Concat nima? Concat metodi bir necha stringlarni bitta stringga birlashtiradi. Asl stringni o'zgartirmaydi, balki yangi string hosil qiladi. Misol uchun kodni kopiya qilib olaman. Ya'ni bizda ikkita o'zgaruvchimiz bor, text1 va text2 degan. Hello va world so'zlarini saqlaydi va shu ikkita stringni birlashtirish kerak. Result degan o'zgaruvchi e'lon qilindi va text1 o'zgaruvchisi chaqirilib, concat metodi chaqirildi va bu yerda oddiy bir string, ya'ni bu yerda qo'yilyaptiki, har ikkita stringni birlashtirganingda orasida bo'shliq qilib qo'y degan ma'noda ishlatiladi bu narsa. Ya'ni orasida bo'shliq bo'ladi. Hello orasida bitta probel va world so'zi orqasidan joylashadi va text2 ni berib qo'yilyapti. Ya'ni birinchi qiymatga orasidagi bo'shliq, ikkinchi qiymatga esa text2 o'zgaruvchisi berilyapti va konsolga chiqarilyapti. Shuning uchun kodni ishga tushiraman. Not strings.js hello va world paydo bo'ldi. Agar misol uchun buni olib shunchaki stringni o'zini qilib qo'yadigan bo'lsak, ikkalasi birlashib qolgan bo'lar edi. Buni kommentariya qilaman. Va concat yordamida bir nechta stringlarni qo'shishimiz mumkin, faqat ikkitani emas. Misol uchun str1, str2, str3 o'zgaruvchilar e'lon qilingan. JavaScript is awesome degan so'zlarni saqlaydi va result degan o'zgaruvchi e'lon qilinib, str1 chaqirilgan, ya'ni str1 ga qo'shiladi bu ikkita string ham. Concat metodi chaqirilgan, str2 birinchi qiymat sifatida va str3 ikkinchi qiymat sifatida berib yuborilgan. Ishga tushirib ko'ramiz. JavaScript is awesome. Bu yerdagi bo'shliqlar qanday paydo bo'ldi desangiz, isdan oldin ham bitta probel tashlangan va awesomedan oldin ham bitta probel tashlangan. Agar bular bo'lmaganda hammasini birlashtirib qo'yadi. Buning uchun bu bo'shliqlarni turib tursin. Va plus operatori va concatning farqi, ya'ni biz stringlarni plus orqali ham qo'shishimiz mumkin. Misol uchun oddiy text degan o'zgaruvchi e'lon qilingan va hello degan string plus, ya'ni bu yerda bo'shliq tashlanyapti. Va plus world degan string bor. World degan stringni qo'shyapmiz. Ya'ni bu yerda alohida metod shart emas yoki o'zgaruvchi e'lon qilmayapmiz, shunchaki ikkita stringni qo'shib yuboryapmiz. Ishlatib ko'ramiz. Hello world chiqadi. Va concat bilan ishlatib ko'ramiz xuddi shu narsani. Buni kommentariya qilaman. Bu yerda text degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va hello degan stringga concat metodi chaqirilib, shunchaki nuqta qo'yilsa ishlayveradi. Orasida bo'shliq bo'lsin deyapti va world so'zini qo'shyapti. Ishga tushiramiz, bu ham bir xil ishlaydi. Bularning farqi concat aniqroq va kodni o'qishni qulayroq qiladi, ya'ni metod ishlatilgan bo'ladi. Plus operatori esa tezroq ishlaydi va ko'proq ishlatiladi. Ya'ni asosan concatdan ko'ra plus operatori ko'proq ishlatiladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.